Shunday kaltak yedim, ko'zlarimdan olov chiqib ketdi. Hoy yig'ladim. Onamga telefon qildim, yarim kechasi bo'lsa ham, "Onajon, xavotir olmang, hamma tirik. Lekin men mana kuyovingiz bilan yashamayman, onajon. Ajrashaman, menga xiyonat qilib yurgan ekan. Kaltakni yegan men bo'ldim, aybni qilgan u bo'ldi-ku." Desam, onam aytdi, "Jim o'tir" dedi. Ha. Momang kaltak yeb o'lmagan, onang kaltak yeb o'lmagan, sen ham o'lmaysan dedi. Yana bitta gapni bilib ol dedi. Onada qiziga rahmi keldimi? Bu dunyoda eridan kaltak yegan xotinda dedi. O dunyoga borganda kaltak yegan joyidan gul o'sadi dedi. Men gulzor bo'lib ketaman Valijon aka. Bormi oramizda yerdan kaltak yemaganlar? Hamma mana chaman ochilib o'tiribdi bular. Yo, mana shu Nargizaxon yemabdi. Bizda Nargizaxon bo'lamizmi? Ha? Mana yemaganman. Yediring. Yeng. Urdiring. O dunyoga borganda g'o'zapoyan cho'pib. Valijon aka, yog'idan gul chiqish kerak-ku bulardi. To'g'ri. Meni mana ko'zimdan aniq bilaman, atirgul chiqib keladi. Rayhonlar gulzor bo'lib ketaman. Basharangiz qursin, nima turibsiz? Siz ham bir erkakdek gapsiz. Turing qaling dedim. Men mashinasiga kelib Sizda ko'rsam yerimni ko'rgandek bo'lyapman.